Qarang, menmo idoraga ish qilib kelgan necha kun bo'ldi. Shunday. Xizmatchilar bilan texe to'liq tanishib ketamidim. Shunday. Uning ustiga mush uy ko'chmakmi intayin avorchilik ishgan tanga. Ay! Nima ish qilmanga demaysiz deyman. Menga desangiz hammani gul-guli keltirdim emasmi? Ay. Rahmat. Uy ko'ch shirkatiga ozroq haq berib, ko'chirib o'rlashtirib oldim. Abla akbar. Gap ko'p, pulda emas, bu yerda hurmat, ko'ngil degan narsa bor emasmi? Ay, kechib qoldik. Kerak yo'q. Endi siz bizga bosh olib keldingiz. Endi qoiduvchi idoramizga yo'g'o o'ylak binolar silinish kerak. Yana uy kuchsiz emasmi? Kuch boshimiz Nima dedingiz? Ya, emilingiz o'sab keldingiz emasmi? Bizga bosh olib kelib, nayt yosh qildingiz. Haqsiyatni qilsam, biz idoramizga ko'ni boshliqlarning hammasi bor, non qibla. Yeb pishishdan boshqa hech nima bilmaydan qildim. Hammasi emasmi? Asosiyatdan hammasi shunday. Asosiyat. Undaqda aniqrog'ini aytmoqsangiz, masalan kimlar degandek? Buni nima istasamdi? Masalan, sizga o'rin bo'shatgan birinchi qo'lni olaylik. O'tib ketgan shaxsiyatchi narsa u. Atrofiga xo'shamatchilik yig'ilib, ertadan kechga o'zining bilgan qilganlarini bazog'i sag'anda bu. To'xtangchi. Bu qanday bo'g'ini? Men u boshliqning fazilatini ko'p anglagan. Hatto ish izlari gazet, radiolarni tashviq qilgan tursa. Voy, gazet, radio degan-ku, deb qo'ysa-ku, rasqayib turdi-ku. Numus qilmasa qig'ashini televizorda bag'izatdi u. Sal oshirib etdingiz. Yo'q, oshirmadim. O'ylab boqing, agar unda bo'lmagan bo'lsa, uning o'rniga boshqa birisini belgilabdi. Gap mana bu yerda. Buni o'tgandagi o'rniga boshqa birisi keldi-da. Men uni pensiyaga chiqardi deb anglab. Siz boshliqingizga menga tushunmayotgansiz. O xizmat iqtidor jihatdan men ustoz, yosh jihatni elib aytganda men aka bo'ladi. To'g'ri. Men ko'ni boshlig'imni obdan tushunmay qarang. Nima? Akchapni qilsam, men hamma ishdan oldikaniga sapsilib odatlangacha men. Bayerda gapimni oyog'i tushib qoldi, siz gap boshlab qoldingiz. Agar sal ta'xir qilib turgan bo'lsangiz, men boshlig'imning ta'rifini ortiqchiliklar bilan tamomlamoqchi edim. Mening o ko'ni boshlig'imning kamchiligini deyishimdagi sabab Sahip Jamal'ın güzelliğini texmi namoyon qilish uchun uni yeniga satarak birsini qo'yib qo'ygandekchi ma. Mandada. Bu. Mening ko'ni boshlig'im bak yaxshi ko'rdi meni namozatlik ko'rsatdi. Ishonsa akirib paranglashgan. Men uni rad qilgandim. Nimish qilganda men bu boshliqni bak yaxshi ko'raman. Lekin men boshliq bo'lishni toza o'zimga muvofiq ko'rmadim. Meniki nimda gap qilsam u yoqqa qarab tursiz. Ko'ramay o'tamsiz? Nimani? Balını. Su oynayotgan shumni demsiz? Nima dedingiz? Shumni deyman. Shundoq. Aniqrog'ini aytganda, jumak echilib, to'xtamay eqiyotgan turbi suvga diqqat qilyaptimi? Suvga? Desam demisam, shum ichib aytganga bor turbini. Beriblar qumga ishkin tepiblar, jumakni yutib kelayman. To'xtang. Jumakni bola ochgan taqdirdimi, cho'nglar yetib etish kerak edi. Bayatım bir qarab tursam, nechisi yutib ketdi. Birsinin o jumakni yetish xiyolimi ekanmidi? Qo'yinglar, bunda shaxsiyatchi nima deyman. O'zining uyini jumakiga yetib baqson, yo suv satini ta'tir taynik burab ishni olmaydi, va haq. G'alati gap bo'ldi-ku. G'alitlik hech qilmam. U davlatningida g'ajilig'ini. Men ne chiqdim dedim tashkilga. Idoramizning qo'rollarga gulgiya tamayli, daraxt tishmayli, chimliq qilmaysa unimayman qildi. Buni bana qilib men haq balkonlarga, uylarga terib olgan gullarga burishib sug'ag'in turib so'cho, xuddi osmonda soat yo'q, yomg'ir yog'ayotgandek. Manda ishlan badan. Bo'lmamdigan. Ben dedim sizga, mana qarang, o'ylab qarang. Bu xalqqa o'tib ketdi, xo'shamatchi xalq deyman. Mana endi siz bizga boshib keldingizmi? Mana endi ko'rsiz, sizni mehmon qilishni boshlaydi bu xalq. Nomus qilmay. Men o'zimni olsam, mening katta restoranlarda mehmon qilishligim bor. Ammo lekin men qilmayman. Nemishqa degan chaqda, mening u ota-bobomning qinida shaxsiyatchilikning bakteriyalari yo'q. Mesela toza o'tlagan chaqda deb aytadi. Tarasli tatib, to'ri taqib deb, mana ishni ko'ram. Sizni oyimisak bo'lmaydi emasmisiz? To'g'ri. Bu gapingiz intayin o'rinli. To'g'rimanda. Ben berib jumakni dedi, aniga bir ming deydi. To'xtang. Biz biroz kutaylik. Meningcha, davlat mulkiga kuyindiganlarning chiqmaydiganligiga ishonmayman. To'g'ri. Men shu qarashda. Bu suni azroq asib bo'lmam deyman, shuni deyman. Sharilditib odamning yurkini yetishtirib, suv o'ynaganga to'y deb opirib kelni bug'ablab daryoga tashlaysam, qonimda chiqdim men.
Bu çoğunlar köngülü bilmeyvatkan yerde kichik balda qanday ranjigüler. Qanday kichik bola ul deydi 5 yosh tuman deb ertaga maktab bordi degan gap. Shartliq kesasi yo'g'olib agich degan gap. Oho, shunda. Ey, mana tarbiya ko'rmagan, yoshlik ko'rmagan shumkan buni o'qitgan muallimning jiniga vayjima. Kimdan? Muallimning deyim. Bir yerini zahmlantirmamizlar, kichik bolaning sho'x bo'lishi normal ish bu. Ya, shuni tarbiyalagan odamning jiniga vayjima. Jinni jak to'yg'izdir mana. Qara. Aptining sertkini, chiroyning shaltoq menetkini. Mana alfozli bu onisiga tajrib bo'lumsi o'tmoqsaydi mana. Anchulam emas qo. Ya, shunda men mehnat yuzurdan pastgina alfozning bagi onisining jirginishini qalbini ko'rib aql bo'ldi. Bunda qarab tursa. Siz o bolaning onisi bilmayotgansiz. Ya, bilmayman, bilgim yo'q. Bunda qasma xotinlarni bilgim yo'q deyman men. Xotinlar baba mana alfozir balaning qiyab turib baqo. Bu ayolning üstü bishidan shu qazon bishi o'xshasi kir qasma xotinlarda bor. Bo'p qoldigan ayollarmi borda? Kesmetma bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Qarang. Endi lay o'ynagan turdi. Qaragan manqillardan pildirlab turg'ini. Ya, et o'tmaydi. Ya be, ichik jut o'tmaydi adam ko'nglilashadi. Bo'lmasa, siz berib et o'tdilarsiz ya. Menmi? Ha? Men et o'tamdan. Agar et tutish to'g'ri kelsa, dadisiga lamjali berib et o'tsin buni. G'alati gap bo'ldi-ku bu. G'alitlik hech qilmam. Ha? Siz anglamaganmi? Bunda sho'paning dadisi go'mish kelamishda. Ha? Mana. Hozir anglayapman. Anlatam sen. Demak bu turmushda ajoyib ishlar yo'liqsizcha, bu dunyo deganda aqidashlar yo'liq tursiz. Mana shunga o'xshash. Apalla. Mana bola tarbiyalashda hammadan dodining mas'uliyati bek muhim. Bo'lib manda mana shuni tarbiyalashda mana. Manda gap odam. Shunday bunda bo'lmamdigan o'ylab bakın. Mana ma bola cho'ng'os nim bo'lmoqchi. Ha? Nim bo'lmoqchi. O'g'ri bo'lsa qarab yo'ldan kuydamoq. Ha? Qarab bir itotni ko'rdingiz mi bizga? Ko'rding. Ma'g'o jamiyatimizni qalab qildigan rasmiy qatillik tuzamas shu ma'g'o. Hay, endi bo'ldiqsiz ularmi? Bo'ldi qilamayman. Qanday bo'ldi qila olasiz? Mishaga alfozi bo'ldi qila olamsiz? Ha? O'ylab bakın. Hammani qilgan dada. To'ra. Dada. Men agar podsho bo'lib qoladigan bo'lsam, mushundoq mana shuni tarbiyalagan shu dadini birinchilab dag'osiz debdim men buni ma'g'o. Voy, nima deb joylab o'tsiz? U mening bolam. Sizning bolangiz? Ishonmayapsiz? Yo'q, ishonmaydigan nima etdim men mening. Kenji tayingiz kenda? Qara. Anyam. Qara qiliqlaring saqliqni. Nima degan umaq bola bu? Bola bo'lsa, sho'q bo'lsa, bo'lmasa, yo'q bo'lsa da bizga aytmoqchisiz. Endi bo'ldi qiling. Birdan o'qitib qo'yib ketdingizmi? Endi janubiy qutblar shimoliy qutb o'xshashli muzg'u. Bayatın degan gaplarimning hammasi 0 o'siriq gaplar. Ya, bo'p qoldigan yerlarmi? Hargiz bo'lmaydi. O gaplarimning hammasi bo'lmaydi. Men agar oldingizda shu xoshamat bo'lib qolamki deb qo'rqmasam, berib pildirlab turgan yerga cho'kib bir suyab qo'ydim. Sal oshirib etdingiz-a? Yo, oshirib etmadim, oshirib etamman. O'zing o'ylab bakın. Masalan, mush bolalarni parkiz boqsa, hammadamning ko'zi shundaqmi? Ana shu boshqalarning so'zlab tilti ketmasin deb bir pashkira baqqan gap to'g'ri. Gunoh menda. Meningdek onasi bolalarni ta'tir baqidan Allohning bog'ligini bilmaganligim dedi men. Sizcha haliqi darg'asligan dadini qanday qilish kerak? Odamni xijillik qilmasinizcha. Mening shu tilimni kestirasam zaten. Qo'yib bersam, hamma narsa usman deydigan mungisiz bo'qqiga aylanib qoldim. Bo'qqining yaxshi taraflari bog'landi. Ancha-muncha qo'shiq qilsangiz yerlaringizni ag'dirib turdi. Uningga satqiliqlarni tilga ag'irmaydi. Qiziq yaqildi ekansiz. Emas, qiziq demadim. Ma balada baqa ajoyib bir xil shehriy jalaklarlikni isbotimi. Ma bala cho'ng bo'lsa aylaqa Nobel mukofot. Nobel degan balada emas, Nobel degan bala shu. Siz shunda qaraysiz. Qaram sizda ishtiga bilib turmam deb bo'ldi. Bu balaning alomati bor. Men Hannas, ma bal cho'ng'ildan emas bor. Ajoyib bir cho'ng bir ishni qo'zg'aydigan bola bor. Masalan, hozir dunyoda olimlar hal qilolmayotgan masala shunday jiq. Kim biladi, ashu hammani yuguriblar, hammani shu balangizni hal qilamdi. Masalan, qanatsiz aeroplan, choqsiz mashina, yiqiluvsiz paraxod, to'g'ri. Partlamaydigan bomba deganlar balangizni ijod qiladi. Endi bo'ldiqsiz ularmiki? Yelimi o'z balam bombag'ini. O nimanda siz? Qanday sizning bolangiz bo'lmaydi, sizga qo'shib qo'ygandek o'xshashtimanda. Mening burunqi ayolim qazo qilgandan keyin qayta o'ylanganligimni anglagan bo'g'itdingiz?
voy, makallamnize. Estağfurullah. Algan. Size bir küçük bir kız oynayaptı da bala. Kichikroq bir cho'kam to'qib turgan, lekin balangizga borib ekan mana. Bu bala ikkinchi ayolimning burunqi erdan bo'lgan bala. Nimanda gipim qo'lashmaydigan aytganingiz desam, asli o'gay balangiz ekan-da bu. Nima? O'gay bala emasmikan? Kim unda deydi? O'gay balaning o'z baldimi qiliqlari tatliq bo'ladi. Ana asabni qilsamoq endi men bu yerda tumayman. Siz ishingizni qilaring. Burun degan asaqamga o'zim qarayman. Xotirjam bo'ling. Burunga o'zim qarayman. Abali Sunubek o'jiq o'ynab ketdi. Angizishib ketmasin. Siz xotirjam bo'ling, o'zim qilaman. Hey! Sening saqam. Hey, to'xtanglar. Hey!